Keling, bitta narsa ko'rsataman. 90 ga 180. Nimaga endi 90 ga 180 bo'lgan keramik granitni hamma zavod ham ishlab chiqara olmaydi? Buni sababi bu katta formatdagi keramik granit oddiy mahsulot bo'lmaydi. 180 ga 90 keramik granitni ishlab chiqarish uchun juda ham kuchli press, katta sanoat pechi, aniqligi yuqori bo'lgan geometriya, to'liq texnologik nazorat kerak bo'ladi. Har qanday zavod ham buni eplay olmaydi. Shuning uchun zavodlar 60 ga 60 va 120 ga 60 bo'lgan keramik granitlarni ko'p ishlab chiqarishadi. Katta formatdagilar esa kam uchraydi. Shuning uchun katta formatdagi keramik granit bu premium segment mahsuloti hisoblanadi. Bu oddiy keramik granit emas, bu aniq texnologiya bilan yuqori aniqlik darajasi. Biz 180 ga 90 bo'lgan keramik granitni O'zbekistonda ishlab chiqaramiz va yirik obyektlar bilan hamkorlik qilib ishlab kelamiz. Siz ham biz bilan hamkorlik qilmoqchimisiz? Unda quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.